tursayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda materialiga. Bambuk, hibi materiali juda ham qulay va ular mayin bo'ladi. Ikkinchi o'rinda e'tibor beradigan joyimiz bu o'sha bel qismi, rezinkalariga ham e'tibor berishimiz kerak. Hozir mana shunaqa yozuvli, tasmalilar juda ham trendda. Lekin bunga ham ahamiyat qilishimiz kerak. Hozir choksiz materialni qo'yib ham shunaqa narsalar chiqyapti. Lekin ular 2-3 marta kiygandan keyin уже bo'shab ketadi, uni уже kiyib bo'lmaydi. Ko'rinishdan juda ham chiroyli rezinkadagi, lekin bu rezinka emas, mana juda ham yupqa. Bu уже kiyirilgandan keyin bu umuman ushamaydi va kiyirilganning hisobida mana bu narsa yuqaligidan bu aylanib ketadi. Shuning uchun ovotganda faqat chiroyga emas, o'sha tortib ko'rish kerak rezinkani. Uchinchisi, razmer bizga chiroyli, to'g'ri kelishi uchun, bizga qulay bo'lishi uchun mana shunaqa qilib ochib ko'rib, mana shu qomatimizga sig'ish-sig'masligini qarashimiz. Bu eng zo'r tanlov bo'ladi. Shunda biz kiyganimizda juda ham qulay bo'ladi. Korsetlar to'g'risida bilmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarimizda bular haqida ko'proq ma'lumot beramiz.